Sabrina voqeasi bo'yicha ish hech qanaqasi yopti qilinmagan. Sizlar bu gaplaringiz bilan qonun idoralariga va o'sha davlatimizning qonunlariga shubha qilyapsizlar. Mayli, meni shaxsiyatimga nisbatan qancha yomon gap gapiryapsizlar, qancha fitnalar bo'lyapti, toshlayapsizlar. Menga nisbatan men hammasini mana kommentariyamni ochib qo'yaman. Men sizlarning gaplaringizni o'qib, hammasi bo'yicha javob berishga qonun oldida ham men tayyorman va o'sha rulda bo'lgan qizimiz ham tayyor. Hech kim o'zini oqlab yoki hech kim bu yerda o'zi buni chetga chiqishni maqsad qilmagan. Agar maqsad qilganimizda biz o'sha kuni o'sha yerda yo'q qo'ygan bo'lardik. Shuning uchun iltimos sizlar mana shu tergov harakatlari bo'yicha sudgacha bo'lgan jarayonni yaxshilab o'rganinglar. Bu yerda maqsad qizni oyoqqa turg'ish bo'ladigan bo'lsa, faqat sizlardan iltimos o'sha qizga yordam berish uchun kimning qo'lidan nima keladigan bo'lsa, shu ishni qilsin va voqeani to'g'ri va to'liq o'rganmasdan turib o'zlaringizga hayp ishlash uchun bu shou biznesdagi piarlar yoki misol uchun boshqa narsalar o'zini yo'lida, lekin bu yerda bir insonning hayot mamoti turgan joyda va yana bir narsani aytib o'tay, Ozoda Nursaidovani bu yerda konsert oldi, bu yerdagi ijodiy ishlari, bu yerdagi o'sha loyihasi bo'yicha bu inson nomiga juda ham katta bir tuhmat toshlari otilayotganligi sababdan men hayron qolyapman. Siz tasavvur qiling, bitta uy quryapsiz, 10 ta 20 ta o'sha olib keldingiz ustalarni, menga uy qurib ber dedingiz va o'sha yerda bir muammo bo'lyapti-da, siz o'sha hammaga o'sha pulni berib, mana menga tayyor uy kerak deyapsiz. Lekin u yerda muammo bo'ldi, siz chaqiryapti-da, sen javob berasan deyapti. Endi bu yerda o'sha mashhur insonlarni nomidan foydalanib, bu yerda ko'pchilik o'ziga hayp ishlayapti. Sizlardan iltimos, bu yerda bir insonning hayot mamoti masalasi turibdi. Bu yerda o'sha kasal yotgan qizimiz, ruldagi qizimiz va bu yerdagi ijodiy jarayonda bo'lgan jamoa hozir juda ham nima deydi, juda ham qiyin ahvolda bo'lganligi uchun hammaga xohlagan gaplaringizni gapiryapsizlar, masalani o'rganmasdan turib. Bu yerda men ham o'zimni hech qachon oqlamoqchi emasman va oqlamayman. Men o'zim aytgan gaplarimni har doim tan olganman va kimnidir bo'yniga nimadirni ildirib bu yerdan buni chiqib ketish niyatida bo'lmaganman va hattoki video murojaat qilish niyatida ham bo'lmaganman. Yana PR ishlab olsam, boshqa qolsam deb meni oyim ham juda ko'p iltimos qildilar, chunki shu o'zim yemagan somsaga ko'p pul to'laganman. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Shuning uchun iltimos sizlardan, men o'zim oqlamoqchi emasman yoki ruldagi qizimiz ham o'zini oqlamoqchi emas. Bu yerda har bir insonning sha'ni turganligi uchun sizlardan iltimos, haqiqat yuzaga chiqqunicha hamma o'ziga gapini gapirmasin. Men Sabrina voqeasi bo'yicha munosabat bildirmoqchiman. Mayli, meni shaxsiyatim, meni piarlarim, mana qanday negativlar ko'p bo'lishi mumkin. Men shu kungacha rozi bo'lib kelganman. Boshimga otilayotgan toshlar bu sinov bo'lsa kerak, o'tib ketsa kerak. Vaqt soati kelib kim qanaqaligini hamma ko'rsatadi deb. Lekin bu voqea bo'yicha kimdirlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun bu narsaga chidab turib bo'lmaydi. Chunki men qani shu kungacha kutdim. Chunki o'sha 7-noyabr Ozoda Nursaidovani kliplari syomkasi jarayonidan boshlab mana shu kungacha qizimiz o'sha Sabrinaga deyarli 4 oy 5 oydan beri 100% holatda men yonida turganman. Faqat orada bir marta safarda bo'lib qoldim, bir marta bular o'zimiz aloqaga chiqamiz deganliklari uchun men yonida bo'lmaganman va